Bugungi obzorimizda o'sha legendarniy bo'lgan akkaunt. Agar oxirigacha ko'rsanglar, nimaga legendarniygini ham bilib olasizlar. Ketdi akkauntimizni obzorini mana shu yerdan boshlamoqchiman. Nimaga bu yerdan? Chunki bundoq qarasanglar, ramkalarga o'tadigan bo'lsa, ikkinchi sezonni srazu elitniy ramkasi paydo bo'ladi. Sal pastroqga tushadigan bo'lsa ham ikkinchi sezon RP и Resident Evil ramkasi bizda shundoq kutib oladi. Pastroqda yana uncha kollaboratsion ramkalar bor, lekin bizga eng qizig'i bitta Xbox seli ikkinchi sezon shlyapasi qora set kutib oladi. Nimaga? Lekin bizga bundan ham qiziq narsalar ko'p. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bundan pastroqga tushasizlar. Akkaunt o'zi ikkinchi sezon full RP, uchinchi sezon Elite Pass plus, to'rtinchi sezon ketdi. Back o'tadigan bo'lsa, shunday bitta emotsiyani bosasizlar. Любовь ko'rsatayotgan emotsiya bor, chunki oldovski hamma narsasi yig'ilgan akkauntimizda. Shunaqa emotsiyani qilib turib, bitta garderobni ochasizlar, voy nima deyapti? Mana bu o'zim vibirim bo'lganda, lichni o'zim yopib qolardim bu akkaunt. Mana bitta missiya B Hadok 4-sezon o'shani shlyapasi, xullas pastda fioletovoy set. Bundan pastda yana ham energetik koftasi bilan 3-sezon shlyapalari nima? Asroga tushadigan bo'lsa akkauntimizda любой ko'rsatuvchi set bor. Dead Walking, Mamba set, kollaboratsionniy, Gonshik seti, manta yana fioletovoy set, teparoqga chiqadigan bo'lsa Kapitan, energetik va yana ancha-muncha qora set, ko'k set hammasi bor va o'sha sizlarga ham shunaqa akkauntlar kerak bo'lsa, kaksigir o'zingiz bildiringlar, 707 oldinglarda. Akkauntimizdan to'liq obzor hammasi Telegram kanalida bor, bemalol o'tib bosib olinglar. Narxini ko'rmay turib yo topgan odamga bitta RP hadya. Shuni narxini kommentariyada yozasizlar, keyin Telegramga o'tib ko'rsanglar, shokka tushib qolmasanglar bo'ldi.